Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, sog'misizlar, omonmisizlar? Sirdaryoda obyektimizni ko'rib o'zlaring baho berishlari mumkin. Xudo xolasa ustalarimiz qo'llar dard ko'rmasin, juda tekis qilib g'ishtlarimizni yopishtirib, uy egalarini duosini olib ishlarni yurgizishyapti do'stlar. Do'stlar, Sirdaryodagi yurtdoshlarimizga Xudo xolasa qiziqqanlar bo'lsa, lokatsiyalari bor, Telegram guruhimiz bor. Nomerlarimizni ekranlarda chiqarganmiz. Qiziqqanlar bo'lsa, telefon qilsalaring borib ko'rishlaring mumkin. Jivoyini. Do'stlar, Xudo xolasa 1-2 kunlik, 3 kunlik ishlarimiz qolgan. Sirdaryoda ham bir to'liq cho'tki qilib video syomka qilib sizlar bilan bo'lishamiz. Do'stlar, bizdan uzoqlashmanglar. Do'stlar, obuna bo'lmaganlar kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa bitta cho'tki obyektimiz bor. Bundan keyin boshqacha fason tanlangan. O'sha obyektimizga ham Xudo xolasa hozirda chiqaryapmiz. O'sha obyektni boshlaganimizda Xudo xolasa sizlar bilan video syomka qilib bo'lishaman. Do'stlar, bizdan uzoqlashmanglar. Xudo xolasa har bir ishimizda video syomka qilib sizlar bilan bo'lishib boramiz. Yopishtirish jarayoni ko'rishlaring mumkin. Oson emas, har bitta ishda o'ziga yarasha mashaqqati bo'ladi. Shu obyektimizni eslatib o'tamiz. Kvadratini 100 ming so'mdan dogovor qilganmiz. 100 ming so'mning ichiga kiradigan narsalar gipki kamin, maxsus lakka, maxsus klayga, dastavkasi. Keyin ustalar xizmati, ustalarimiz instrumentlari, yopishtirish xizmati, lak sepish xizmatlariga kiradi. Do'stlar, yoqqan bo'lsa bitta like tugmasini bosishni unutmanglar. Do'stlar bilan ulashinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar do'stlar.